Assalomu alaykum hammaga. Kecha ko'pchilik ulgurmadi. Mana sizlar uchun Bag'irishton sudini ro'parasidan kirganda yangi 5 qavatli binoyimizda umuman krediti yo'q, naqd pul sanayman deydiganlar uchun muammosi yo'q, to'lovi yo'q. Bitta ichki ko'rinish variantini bitta ko'ringlar. Kirganimizda chap qo'lda zo'r hojatxonalari tayyor ekan. Kvadratini aytib o'taman, 80 kvadratdan oshiq ekan. Bunisi sanuzellari. Remonti, asosiysi remontiga e'tibor beramiz. Aboylarga qaranglar, italyanskiy aboylardan o'zlari yashayman deb qildirishgan ekan. Oshxonalari yaxshi jihozlar bilan jihozlangan ekan. O'sha gapimiz Gurgutda ham olib chiqib ketmayman deyapti, e'tibor beramiz. Oxirgi avlod gaz plitalar, tiyopli pollar bilan jihozlangan. Hamma mana shu kelib bitta osh qilib yeyishingiz uchun guruchni ham qo'yib qo'yishgan. Osh qilib yeb, maza qilib yashaysiz degan xonasi. Tayyor hamma joylari. Bunisi mehmonlar kuzatishlik uchun bir zalli. Mana shu narsa ko'rib turganingizdagi hamma narsalar qolar ekan. Bu yoqda yana bitta xonasi, katta zali. Televizor deysizmi? Konditsioner deysizmi? Gilam deysizmi? Yakandoz deysizmi? Hamma yo'g'i qoladi. Bu yoqda spalniya qilib qo'yishgan ekan. Yaxshi insonlar ozgina yashashgan ekan, ko'rishinglar mumkin. Bir yaxshi insonlar turishgan ekan. Kecha ulgurmaganlar, mana krediti yo'q, bir yaxshi dom qidirganlar, manzil lokatsiyasi o'sha nomeraning orqasidagi yangi tushgan domlari 5 etajli, xususiy qurilgan, davlat qurganda emas, xususiy qurilgan domlarda narxi 40.500 dollar. O'zi egalari 42.000, 43.000 deb turishuvdi. Keling hoji aka, sizda pul ko'p deb ozgina sizlar uchun, obunachilar uchun arzonlatib qo'ydik. Yana kelib ustida ko'rib kelishsalaring bo'ladi. Bosamiz.